chet davlatlarga chiqmagan, pasportda pechati bo'lmagan, viza istoriyasi bo'lmagan, rasmiy ish joyi yo'q, oyligi yo'q insonlarga, ya'ni o'sha davlatlarga chiqmoqchi bo'lgan Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropa, Yaponiya, Koreyalarga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga bir ajoyib taklifimiz bor. Ushbu taklif etishdan oldin ushbu videoni saqlanib qo'ying va kerakli barcha insonga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ya'ni bu taklif sizga biznes viza qilishda yordam beramiz. Ushbu davlatlarda doimiy biznes konferensiyalar bo'lib o'tadi. Bu konferensiyalarni qiladiganlarning eng mashhuri Hit Institute. Ya'ni ushbu kompaniyalarning konferensiyasida qatnashsangiz bo'ladi va приглашение narxi где-то $150-200 atrofida turadi. Siz chet el davlatlariga chiqmagan bo'lsangiz ham, pasportingizda pechat bo'lmasa ham sizda viza olish imkoniyati paydo bo'ladi. Chunki ushbu kompaniyalar nafaqat sizga приглашение beradi, balki elchixonaga ham ushbu приглашение o'zi jo'natib, xat bilan mana shu inson bizga kerak deb jo'natib berishadi. Agar siz pasportingizda pechatingiz bo'lmasa, chetga chiqmagan bo'lsangiz, rasmiy oyligingiz bo'lmasa, lekin chiqmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling va men sizga yordam beraman.